Inson suv ostida 6 daqiqadan ko'proq qolishi amri mahol ekan. Lekin men suvning tagida 15 daqiqadan oshiqroq qolib ketdim. Men 4 kishi bilan bemalol kurashib, ularni yenga oladigan darajada kuchli edim. Bir kuni otam g'azablangan holida xonaga kirib, "Ey Abdulloh, sen chekyapsanmi?" deb so'radilar. Ertasi kuni ertalab maktabdan qochib, suzishga bordim. Agar sigaret chekayotgan bo'lsang, Alloh bo'yningni sindirsin. Odatimga ko'ra, kalla tashashlik uchun tepaga chiqdim va suvga kalla tashladim. Lekin saudiyalik da'vatchi 4 muchasi shol bo'lib qolgan Abdulloh bin Yama o'zi bilan bo'lib o'tgan voqeani so'zlab bunday degan edi. Men yoshligimdan ko'pgina sport turlari bilan shug'ullanadigan baquvvat bola edim. Suzish va bundan boshqa turli jang san'atlari bilan mashq qiladigan abjir yigit edim. Men 4 kishi bilan bemalol kurashib, ularni yenga oladigan darajada kuchli edim. Qanday deysizmi? Men bir necha jang san'atlaridan qora belbog' sohibi edim. Alloh taolo menga kuch-quvvat bergan edi. Lekin afsuslar bo'lsinki, kuch-quvvatimni Allohning toatiga emas, balki gunoh ma'siyatga sarfladim. Yomon ishlar qilar edim. Namozga dangasalik qilardim. Harom va gunoh ishlarga kuch-quvvatimni ketkazar edim. Bu holat to otam meni sigaret chekishimni bilib qolgunlariga qadar davom etdi. Bir kuni otam g'azablangan holida xonaga kirib, "Ey Abdulloh, sen chekyapsanmi?" deb so'radilar. Men yolg'on qasam ichib, "Yo'q" dedim. U yetmagandek, ustiga ustak otamga ovozimni ko'tardim. Alloh taolo aytadi: "Sen ularning biridan yo har ikkisidan ko'rganing biror narsadan achchiqlanma va og'rinma. Ularga biror noxush va nojo'ya so'z aytib qo'yma. Nojo'ya so'zning eng quyi darajasi bo'lgan uf degan ovozingni ham ularga eshittirma. Ularga nisbatan senda hech qanday nojo'ya ish sodir bo'lmasin. Balki sen ularga mudom mehribonlik qil. Doim muloyim va yaxshi so'zlarni ayt." Isro surasi 23-oyat. Alloh taolo ota-onamizga uf demasligimizni, balki ularga yaxshi gapirishimizni buyurdi. Men nodon esa otamga ovozimni ko'tardim. Otam achchiq ustida, "Agar sigaret chekayotgan bo'lsang, Alloh bo'yningni sindirsin" deb xonadan chiqib ketdi. Eslatma: mana shu yerda diqqatingizni bir narsaga qarataman. Barcha ota-onalarga aytadigan gapim, bolalaringizni duoibat qilmang. Ularning xato kamchiliklari, aziyatlari ko'p bo'lsa ham qarg'amang. Qilgan duolaringiz yerda qolib ketmaydi. Duolaringiz Allohning huzurida qimmatga ega. Agar siz bolangizga Alloh seni muvaffaq qilmasin deb duo qilsangiz, bola katta bo'lganda hayotda muvaffaqiyatga erishmaydi. Duoyingiz ijobat bo'ladi. Shunday bo'lsa, ya'ni bolangiz hayotda o'z o'rnini topa olmasa, xursand bo'lasizmi? Shuni o'rniga Alloh ularni isloh qilishini, hidoyatga boshlashini so'rang. 3 kishining duosi qaytarilmaydi. Shulardan biri ota-ona bolasiga qilgan duosi, xoh yaxshi bo'lsin, xoh duoibat bo'lsin. Ko'pchilik ota-onalar bolalarini badduo qilayotganligini ko'ramiz. Qo'ling sinsin, oyog'ing sinsin, basharing qursin. Agar shu qarg'ishingizni Alloh taolo ijobat qilsa, xursand bo'lasizmi? O'ylab ko'ring. Qissamizga qaytamiz. Ertasi kuni dadam meni bomdod namoziga uyg'otdilar. O'rnimdan turgandek bo'ldim. Lekin dadam xonadan chiqib ketganlarida yana uxladim. 3 ta katta gunoh ish qilgan holda uxladim. Otamga oq bo'lib, ovozimni ko'tardim. Yolg'on qasam ichdim. Namozga turmadim. Ertasi kuni ertalab maktabdan qochib, suzishga bordim. Suvga tushishdan oldin sigaret chekib oldim. Juda yaxshi suzar edim. Odatimga ko'ra, kalla tashashlik uchun tepaga chiqdim va suvga kalla tashladim. Lekin bu gal boshim bilan yerga urildim. Qars degan tovush chiqib ketdi. Bo'ynim singanini eshitdim. O'sha payt otamning duosi yodimga tushdi. Harakatlanib suvdan chiqishga urindim. Lekin
Badanim o'zimga bo'yin sunmas edi. Hech bir yerimni harakatlantira olmadim. Men tortgan og'riqni tuya tortganida yerga yiqilar edi. Men suv tagida nafas olmay 3-4 daqiqa turdim deb o'yladim. Hayotimda yoshligimdan to hozirgi kunga qadar barcha gunohlarim ko'z oldimdan o'tdi. Va yana ko'z oldimdan bir qariya onaxon o'tdilar. Onaxon bizning oshxonaga kelar, otam ularga sadaqa berar edilar. Bir kuni men otamning o'rniga ishga chiqqan edim. Haligi qariya onaxon keldilar. Ularga bir narsalar berdim va ozgina taom ham ulashdim. Onaxon qo'llarini osmonga ko'tarib, yig'lab mening haqqimga duo qildilar. Inson suv ostida 6 daqiqadan ko'proq qolishi amri mahol ekan. Lekin men suvning tagida 15 daqiqadan oshiqroq qolib ketdim. Alloh taolo jonimni ma'siyat ustida olishi mumkin edi, lekin yaxshi ishlar yomonliklarni to'sar ekan. Alhamdulillah. Keyin meni suvni ostidan chiqarishdi. Jasadim xuddi tosh kabi qattiq edi. Meni shifoxonaga olib borishdi. Shifokorlar meni muolaja qilishni, davolashni iloji yo'qligini aytishdi. Umurtqa suyaklarim maydalanib ketibdi. 2 haftadan keyin shifokorlar jarrohlik amaliyotini o'tkazishga qaror qilishdi. Kasalxonada 4 yil yotib qoldim. Juda og'ir onlar edi. 12 marotaba jarrohlik amaliyotini o'tkazdim. Eng kam amaliyot 10 soatdan oshiq bo'lar edi. Nafas olishim uchun tomog'imdan teshik teshishdi. Burnimdan naycha orqali ovqatlantirishar edi. Bir kuni hamshira adashib, issiq sho'rvani ichirib yubordi. Ichaklarim yonib, xuddi olov qornimga tushgandek bo'ldi. Biroz vaqt o'tib, qon kela boshladi. Shifokorlar ichaklar zaharlangani uchun uni ham amaliyot qilishdi. Birni ko'rib shukr qil, birni ko'rib fikr qil. Men bu gaplarni menga achinishingiz uchun aytmayapman, balki sizlarga berilgan ne'matlarni eslab, ibrat olishingiz va shukr qilishingiz uchun aytayapman. Allohning fazli bilan o'zingiz yeb ichasiz. Hech qanday vositasiz nafas olyapsiz. Bu vaqtlar juda og'ir o'tdi. Charchoqlar, og'riqlar, amaliyotlar. 9 oy gapira olmadim. Nafas olishim uchun halqumdan teshik ochishdi. Hovuzda bo'lgan hodisada bo'ynim sindi va butunlay shol bo'lib qoldim. O'shanda ko'p suv ichib yuborgan ekanman, o'pkam ishdan chiqdi. Halqumdan teshik ochishdi. Nafasni faqat oksiljen orqali oladigan bo'ldim. Qornim ochib ketganda ularni qanday chaqirishimni bilasizmi? Bunday chaqirar edim. Tis, tis, tis. Ular oldimga kelishardi. Ular oldimga kelishganida men qornim ochdi deb aytar edim. Lekin ular meni nima so'rayotganini tushunmas edilar. Shunda men yig'lar edim. أكون جيعان أناديهم كيف؟ أناديهم زي كده يجوا إلين عندي أقول لهم جيعان ما يفهموني فأقوم أبكي. Sheyx Abdulloh kasalxonadan chiqqandan keyin o'ziga o'zi bunday dedi. Agar shu dunyo azobi bo'lsa, oxirat azobi qanday bo'ladi? Shundan so'ng hayotini butkul o'zgartirishga kirishdi. Alloh taolo yo'liga chaqiruvchilar yo'lini tutdi. Nogironligi uni da'vat qilishdan to'smadi. Balki bu nogironligini odamlar Allohning ne'matlariga burkanib yotganligini eslatma o'laroq qo'llandi. Sizlardan bir savol so'ramoqchiman. Allohni yaxshi ko'rasizlarmi? Hamma Allohni yaxshi ko'radi, to'g'rimi? Bunda hech qanday ixtilof yo'q. Alloh uchun so'rayman, shu yerdagilardan va meni eshitib turgan barcha muxlislardan Allohni yaxshi ko'radiganlar qo'lini ko'tarsin. Tomosha qilib turganlar hamma? Ha, hamma. Meni shu yerda kuzatib turganlar, ekran ortida barcha tomoshabinlar hamma qo'lini ko'tarsin. Alloh uchun so'rayman. Sizlar qo'lingizni Allohga bo'lgan muhabbatdan ko'tardinglarmi? Mashaalloh. Alloh sizlarni yaxshilik bilan mukofotlasin. Ey birodarlar, bir narsaga e'tibor berdingizmi? Hamma qo'lini ko'tardi, to'g'rimi? Menchi, men ko'tardimmi? Men qo'limni ko'tarmadim. Men Allohni yaxshi ko'rmaymanmi? Meni qo'limni ko'tarishdan kim to'sdi?
qasam ichib so'rayman, meni kim to'sdi? Meni to'sgan zot sizlarni qo'lingizni ko'tarishlikka ruxsat berdi. Bilasizmi nimaga? Men oldin qo'limni Allohga isyon qilib ko'tarar edim. 1 yil satr qildi, 2 yil, balki undan ortiq 20 yil berkitdi. Qanday ma'siyatlar bo'lsa hammasini qilar edim. Musiqa eshitish, kino, seriallar, Allohga isyon qilishda birinchilardan edim. Gunoh bo'lsa, nafsimga yoqsa bo'ldi, tezda qilardim. Toat ibodatga esa sekin, shoshilmasdan borar edim. Siz hozir Allohga isyon qilishlikda davom etyapsiz. Vaholanki Alloh sizga bo'lgan muhabbati uchun qo'lingizni ko'tarishga izn berdi. O'zingiz harakatlantira olyapsiz, lekin meni 21 yildan beri harakatdan to'xtatib qo'ydi. Nima, u zot sizni ham harakatdan man qilishini kutyapsizmi? Bu kishining qissasi bir necha tillarga tarjima qilingan. Minglab insonlar islomga u kishi sababli kirdilar. Bir necha kunlar oldin da'vatchi Abdulloh Parvardigorining rahmatiga yo'l oldi. 30 yil nogiron holida yashab sabr qildi. Allohdan ajr va savob umid qilib o'tkazdi. Bizlarga bunday eslatma tashlab ketdi. Mazmuni: sen Allohning qo'lidasan va senga bergan ne'matlarni bir lahzada olib qo'ya oladi. U bergan ne'matlarni ma'siyat ishlarga ishlatishdan hozir bo'l, ogoh bo'l. Abdullohning o'limidan oldin 3 orzusi bor edi. Ular amalga oshmay qoldi. Birinchisi, Alloh taologa bir marotaba bo'lsa ham sajda qilish. Ikkinchisi, Qur'onni qo'li bilan ko'tarib, varroqlab o'qish. Uchinchisi, onasini quchoqlash edi. Ko'pchiligimiz bu ishlarni qila olamiz. Afsuslar bo'lsinki, bu ishlarga ko'pchiligimiz e'tiborsizmiz. Ba'zilarimiz Qur'onni oxirgi marotaba qachon ochganligini esla olmaydi. Ba'zilarimiz onasiga qattiq gaplar aytadi. U bilan yomon muomalada bo'ladi. Bilmaydiki, onasi unga berilgan vaqtinchalik ne'mat bir kun kelib uni yo'qotadi. Keyin u bilan o'tkazmagan har bir soniyasiga nadomatlar chekadi, lekin kech bo'ladi. Hozir tur. Onang tomon oshiq, yugur. Qo'llarini o'p, doim yonida bo'l. Jannat o'sha yerda. Shuni bilib qo'y, ota-ona tilidan chiqqan birgina duo hayotingni butkul o'zgartirishga sabab bo'ladi. Hayoting yomon bo'lsa yaxshi bo'ladi, yaxshi bo'lsa yomonga aylanadi. Vassalom. Vallohu a'lam.